Ha, albomimiz qalay chiqibdi? Yaxshi. Kola ichasanmi? Mayli qo'ying. Nima qilyapsiz? Shunaqa ham qo'pol bo'lasizmi? Bilasizmi, odamning qancha puli ketgan bunga? Axir bu yangi mebel bo'lsa, hali bir oy ham bo'lgani olib kelganimizga. Tavba qildim. Hozir o'zim yig'ishtirib olaman. Ha? Qayerga olib chiqib ketyapsiz buni? Ha, bolalar bilan hovlida o'tirdik. Qolganlari ham kelib qoldi, shunga stul yetmay qoldi. Hozir buni hovliga olib chiqsangiz, tegi loy bo'ladi, eshikka urib olsangiz qiriladi-yu. Shuni o'ylamadingizmi? Dadam bu stulni sizni o'rtoqlaringiz anta o'tirishi uchun olib kelib bermaganlar. Achinmaysiz deb plyus ketmagandan keyin. Men olib kiraman endi buni. Agar belingiz og'rib, pul topib, mebelni o'zingiz olganingizda, sal avaylabroq ishlatgan bo'lardingiz. Tekin kelganda-ya, urib-surib hamma sarpamicha eskirtirib tashladingiz. Ey, sal og'zingga qarab gapirgin. Hech kim senga mebel olib kelgan demagan. O'zingizlar qo'yarda qo'ymay olib keldinglarmi? Endi minnat qilishni bas qilgin. Iye, manchi, minnat qilayotganim yo'q, eshitdingizmi? Mana opamning erlari, bizlar mebelni o'zimiz qilamiz desak ham, yo'q, bizning g'ururimizga to'g'ri kelmaydi deb o'zlari olib kelganlar. Endi siz o'zingiz olib kelmaganingizga yarasha sal avaylab ishlatishni biling. Hey! Bo'ldi qal. Jonimga tegding, tushundingmi? Mana endi ko'rasan. Ana endi senga ko'rsatib qo'yaman.